Samarqandmi, jo'ra Samarqand 4 kishi sirasiz ketamiz. Ey, o'zi hozir kelding, yo, ozgina dam ol. Yo'q, yo'lda uxlab keldim. Yo'lda uxlab keldi, xavotir olma. Aka, Samarqandgamisiz? Yo'q, Turkiyaga ketyaptim. Turkiyada nima qilasiz? Bir aylanib chiroyli joylar ko'rish Ey, kerak. Samarqand ham çok güzel. Yo'q, Turkiyaga. Shahzod, men bitta odam Samarqand haydaversin. Yana pochtami? Bering o'zimga. Pochtani qo'y, ishimiz dabdalasi. Nimaga? Qara, Rizogo degan ilova chiqdi. Qanaqa ilova bu? 12 ta viloyatdan Toshkentdan 12 ta viloyatga taksi ilova chiqdi. Tushunyapsanmi? Bu ilova orqali ketilsa borku, orqaga 4 ta, 5 ta odam olmaydi bizaga o'xshab. 2 ta odam o'tirib ketadi, oldida bitta o'tirib ketadi. Tushunyapsanmi? Qiynalma, mazah ketaymi-da bunda. Ha, mayli, men pochtani yorarim, ha. Pochtani ham jiyishtir. Bu ilovada pochtani ham bemalol jo'natsa bo'lar, xavfsiz aytgan joyinggacha olib beradi. Tushunyapsanmi? Aytgan joyingni olib, aytgan joyinggacha. Endi taksichilikda boshqa ish topaver o'zingga, tushundingmi? Nima ish qilamiz? Dollar rossiyskiy. Men boshqa ish topdim, o'zingga top. Ya göz attım didare, yanlamasın